Qani bismillah deb. Eng zo'r xotiralar har doim ham komfortda yaratilmas ekan. Bu safar shahar shovqinidan qochib, haqiqiy yovvoyi tabiat bag'riga yo'l oldik. Oldimizda ofroad yo'llari, daryolar va qiyin so'qmoqlar turardi. Yo'l davomida mashinalarimiz haqiqiy sinovlardan o'tdi. Manzilga yetib, daryo bo'yiga palatkalarimizni qo'ydik va 3 kun shu yerda yashadik. Bu yerda na antena bor, na internet. 3 kun telefonlarni chetga surib, raqamli dunyodan uzildik. 3 kun davomida bolalarni och qoldirmaslikka harakat qildim. Bunda menga ishonchli olov bo'lib, Maxfire ko'mirlari katta yordam berdi. Ertasi kuni eng qiyin qismi boshlandi. Maqsadimiz Sermitosh ko'liga chiqish edi. To'liq masofa 16 kilometr. Tog'larga ko'tarildik. Muzli va kuchli oqimli suvlarni kechib o'tdik. Ko'priklardan o'tdik. Yo'l oson emas, lekin oxirida Termitosh ko'lining go'zal manzarasi barcha charchoqlarni unuttirdi. Bu 3 kun men uchun oddiy sayohat emasdi, komfort zonasidan chiqishni, qiyinchiliklarga chidashga o'rgatdi. Uyga qaytgandan keyin esa issiq uy, toza suv, internet va har kuni oddiy deb hisoblab yurgan ne'matlarimning qadrini boshqacha his qilishni boshladim.